Burun kavlash og'ir asoratga olib kelishini bilarmidingiz? Burun kavlaganingizda burun kirish qismida, dahlaz qismida tuklarini yulib olishingiz yoki jarohat yetkazishingiz mumkin. Va buning natijasida burunda yallig'lanish, xalq tilida chipqon, oddiy funkul rivojlanish boshlanadi. Chipqonning eng og'ir asoratlaridan biri bu miya ichi asoratlari va ko'z qovoq asoratlari hisoblanadi. Klinikasini rivojlanishini kelsak, birinchi bosqichda ozgina qizarish, shish va og'riq bo'ladi biroz. Keyinchalik bu yiringlik jarayoni kuchayib borganda burunda kuchli og'riq, biroz temperatura va qizarish, yiringlik prosesi kuzatiladi. Yiringlik jarayoni qon tomirlariga so'rilganda sepsis yoki ko'z qovoq asoratini olib keladi yoki miya ichi asoratlariga olib keladi. Buning asosiy sabablaridan biri bosh miya vena qon tomirlari, burun vena qon tomirlari bilan klapansiz bog'langanligi. Va bu yerdagi infeksiya to'g'ri bosh miya asoratlariga olib kelishi mumkin. Sizda ham shunaqa belgilar paydo bo'lganda lor shifokoriga murojaat qiling. Uy sharoitida alfsa davolanib ko'rmang.